Oqqo'rg'on tumanida velo marafon va marafon 5000 qadam tadbirlari tashkil etilib, bunda yoshlarimiz va nuroniylarimiz munosib ishtirok etishdi. Ommaviy sport hamda sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish maqsadida velo marafon tashkil qilindi. Bunda aholining barcha qatlamlari ishtirok etdi. 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan fuqarolar o'zi xohish bildirib o'sha velo marafonda ishtirok etdi. Mana bugungi Oqqo'rg'on tuman nuroniylari, ya'ni 60 yoshdan 87 yoshgacha bo'lgan mana bu 30 nafardan oshiq qariyalar, 50 nafarcha yoshlar o'rtasida velo marafon o'tkazildi. Velo marafon mana bu yangi ochilayotgan cho'milish havzasi atrofida yo'l asfaltlangan, hamma katta ko'tarinki kayfiyatda yugurib, velo sport bilan shug'ullanib qilish uchun o'tkazildi. Bundan keyin ham sportda va ekologiyani saqlashda faol bo'lishlarini so'rab qolamiz.